L6, L7 va L9 modellar orasida tanlash osonroq. Aslida esa barcha avtomobillarni qanday ishlatishingiz va siz uchun nima muhimligi bog'liq. L6 ixcham variant. U shaharda juda qulay, oson parkovka qilinadi va shu bilan birga salon ichida yetarlicha keng. Agar siz ko'proq qisqa masofalarda harakatlansangiz va zamonaviy texnologiyalarga ega crossover izlayotgan bo'lsangiz, L6 a'lo tanlov. L7 yanada universal va yetuk model. U ko'proq joy, yumshoq osma va rivojlangan multimedia xohlaydiganlar uchun mos. Oilaviy safarlar uchun ham qulaylik va dinamika o'rtasida muvozanat izlayotganlar uchun ham yaxshi variant. L9 flagman model. Maksimal texnologiyalar, eng sokin salon, eng qulay ikkinchi qator va eng yuqori darajadagi komfort. Bu ko'p harakatlanadigan, katta avtomobillarni yoqtiradigan va haqiqiy premium darajani his qilishni istaydigan tanlovi. Modellar orasidagi farqni his qilish uchun sizni tez tarafga taklif qilamiz.